Rashid, bor mashinani olib kel. Men ofis oldidaman. Hozir boraman. Assalomu alaykum. Menga bitta latte Ha, xo'p bo'ladi. tashqarida ichaman. Marhamat. Menga qara. Sen mabodo anu Laylani o'rtog'i emasmisan? Ha, dugonam bo'ladi. Sen bilan gaplashadigan gaplarimiz bor. Assalomu alaykum, oyi. Ali, bolam, nima qilyapsan bu yerda? Men Laylini olgani keldim. O'zingiz mahvolsiz. Haligi men dugonamni kutyotgandim. Bitta o'rtog'im kelaman degandi. Qaysi dugoningiz? Kelsa meni ham tanishtirib qo'yarmidingiz? U yoshligimdagi o'rtog'im, sen tanimaysan bolam. Ay. Attang. Kelolmas ekan, mana yozib yuboribdi. Ha, oyi. Tanishish bugunga nasib qilmagan ekanda. Nima ham derdik, nima ham qilardik? Mana boradigan joylarim bor edi, ishim rosa ko'p. Haligi salonga borishim kerak, bozorga kirishim kerak. Men kofemni ham olib olay. Oyi, to'xtang, Rashid olib borib qo'yadi, hozir aytaman. Kerak emas, o'zim yetib olaman.